Yoqdan elektrosetni. Xo'p, boltni joyiga qaytarib qo'ydirdi. Hech bir oqmagan, unaqangi nagruzka bermagan. Sirasi to'xtagandan keyin o'chirishgan akalar. Prujnasini yangi qo'yib yubordim. Mana eskisini o'qlashadik. Baxtlichiga boltni yuribdi. Oldu shuni ajrab tursa bo'ldi, oxirigacha pak qo'yilsa bo'ldi. Filtr tushirib o'rganmoq kerak. Hammasini joyiga qo'ydik. Kalotkasi o'zi yaxshi. Endi buni qotiramiz joyiga bo'ldi. Joyiga qo'yib bo'ldik. Endi zavatib ko'rakchi. Bismillah. Benzin ham yo'qmi nari? 88. Ha? 88. Karif necha yoshda? Karif bilan tenga. Сейчас yaxshilanibdi bu. O, simchani. Сейчас mo'ylam qoldi hozir boshqa qo'yib ko'ramiz. Hamma switchi ham bir xil ishlaydi. Faqat benzinga qo'shilayotgan moyida gap. O'sha ko'payib ketib, kamayib ketib bu chala ishlatib boshqa qilishlarda 1 litr moyga qancha qo'shaylik? 1 litrga 50 gram qo'shiladi standart. Ha? Standart 50. Qizil. Gaz büyük düşüyor. Şaştırası. Motoru zo'raysan, bunga qaragan. Ha? Bunga qaragan bu motori yaxshi. Buni bilmayman, nasıl? Hop, qilgan ishimizni ko'rlaring, sog' bo'lsin.